1 soatga 500 litr beradigan suv filtrimizni hozir Qarshi shahriga o'rnatib berdik. Suv biznesi uchun bu skvajinadan oladi, quduqdan oladi. Buni sho'rligi 2390. Hozir qo'shdik. 22. Bu quduqdan oladi suvni. Bu filtrimiz hozir 4 ta bochkali, 4 ta kolonnali bo'ladi. Tosh, ko'mir orqada katanit bor. Katanitdan keyin 5 mikronli kartrij, keyin teskari osmos membrana, undan keyin mineralizatsiya, suv minerallaydi suvni. Undan keyin ultrafiolet. Keyin boshqaga tushadi, undan keyin qadoqlanadi. Mana bu soatiga 500 litr beradigan suv filtrini eng oxirgi varianti bo'ladi. 4 bochkalik bo'ladi. Buni zakaz bilan 5 bochka ham qilib berishimiz mumkin. Bittasiga mineralni bochkaga ko'proq qilib, yarim qilib mineral solib qo'shib berishimiz ham mumkin. Ishlari suv biznesi uchun qo'yilgan. Bu sammoyka uchun, ishlab chiqarish, hamma narsa uchun suv filtrlarimiz bor. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bemalol bizga murojaat qilib, o'z biznesingizni, ishlab chiqarishingizni, sammoykangizni ishonib topshirishingiz mumkin. Mana shu 99 339 64 35 raqamlariga telefon qilasizlar. Hali berlarni remontini qilib, nima qiladilar? Darvoza qo'yib, mana shu yerga o'rnatdik suv filtrini. Filtr mana bu yerdan tortib oladi. Masofa 25 metr, 25 metrdan tortib oladi filtr o'zi.